Murod Garayevich Sa'diyev. Nimada ayblanayotganligingiz tushunarlimi? Tushunarli. Zimmangizga qo'yilgan ayblarni tan olasizmi? Guvohlar so'roq qilingandan keyin bu savolingizga javob bersam. Aytingchi, nega himoyachining xizmatdan voz kechdingiz? Axir bunga haqqingiz bor-ku. Aybdor bo'lsam, himoyachi yordam bera olmaydi. Biroq rayon sudida himoyachingiz bor edi. Yo eplay olmadimi? Yo'q. Unday deya olmayman. Bo'lmasa nega foydalanmadingiz? Demak, aybdor Murod Garayevich Sa'diyev, qamoqda o'tirgan vaqtlaringiz nimanidir tushunganga o'xshaysiz. Shundaymi? Ha. Men nima qilish kerakligini emas, nima qilmaslik kerakligini o'rgandim. Men nimaga qilgan bo'lsam qilib bo'ldim. Sizning vazifangiz sud qilish. Sud tergovining tartibini muhokama qilamiz. O'rtoq prokuror, sizning fikringiz? Avval aybdorni so'roq qilish zarur deb hisoblayman. Grajdanlik ishlari bo'yicha da'vogar, sizning fikringiz? Prokuror, o'rtoq Olinning fikriga qo'shilaman. Aybdor, siz nima deysiz? Eng avval guvohlarni so'roq qilish lozim deb hisoblayman. Sizning fikringiz? Men roziman. Sizning fikringiz? Hayronman. Sud hay'ati shunday bitimga keladi. Sud tergovini guvohlarni so'roq qilishdan boshlaydi. Guvoh qo'ldosh chaqiriladi. Marhamat, o'tiringlar. Eslataman. Yolg'on guvohlik bersangiz, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Marhamat, ismingiz, kasbingiz? Qo'ldosh Ilyos. Mash'al kolxozining qurilish bo'limi boshlig'iman. Kolxoz uchun santexnika jihozlarini qayerdan olgansiz? Aslida biz bir narsani oldindan hisobga olib qo'yishimiz kerak ekan. Chamamda kolxozchilar uchun shahar tipidagi turar joy, bolalar bog'chasi, hammom, shunga o'xshashlarni qurishni barvaqtda boshlab qo'ygan ekanmiz. Nega? Sababini tushuntiring. Biz ikki o't o'rtasida qoldik. Bir tomondan kolxozchilar, nima bizlar yangi uylarga arzimaymizmi deb turib olishdi. Ikkinchidan esa santexnika jihozlari yo'q. Uylar bo'lsa tiklab qo'yilgan. Bizni kolxozda hozir mehnat yil bo'yi davom etadi. Yoshlar turar joy, yaslilar talab qilishadi. Shunday bo'lgandan keyin ikki oyog'imizni bir etikka tiqib, Tegishli tashkilotlarga murojaat qilmadingizmi? rayon sovetiga, undan yuqoriroqqa ham. Hammasini aytib o'tirishning nima hojati bor? Xo'sh, natija chiqmadimi? Fond yo'q deyishdi. Fond yo'q, lekin bizning pulimiz bor edi. Keyin biz qurilish boshqarmasiga bordik. Santexnika jihozlari kerakmi? Sotamiz deyishdi boshqarmadagilar. Lekin o'zingiz o'rnatib olib, o'rnatish haqini esa bizga to'laysizlar deyishdi. Ularni plan to'lmay turgan ekan. Bizda esa ehtiyoj katta. Sizlar esa rozi bo'ldinglar, shundaymi? Yo'q, qaytib ketdik. Keyin Pravleniyada kichik bir yig'ilish o'tkazdik. Xo'sh, endi nima qilamiz dedi Sa'diyev. Tiklagan uylarimiz shunday turaversa, biz ko'proq ziyon ko'ramiz-ku dedi. Men ham yoshlarni shahar tortib ketyapti, ularni qaytarib qolish kerak dedim. Pravleniya sekretari Salmonova ham qo'lladi. Agar biz o'zimizni himoya qilmasak, yaqinda shahar bizni o'z soyasida qoldirib ketadi dedi. Mumkinmi? Marhamat. Aytingchi, kolxoz santexnika jihozlari uchun necha pul to'ladi? 100 ming 300 so'm. O'rnatish haqi ham shunga kiradimi? Ha, kiradi. Aslida jihozlarni kim o'rnatdi? Kolxoz santexniklar Ularga ham haq to'landimi? to'landi. Demak, qurilish boshqarmasi santexniklarga ham, kolxoz santexniklarga ham haq to'langan. Ayni bir ishni o'ziga 2 marta haq to'langan o'rtoq rais. Kolxozda aktlarga kim qo'l qo'ydi? Birinchi bo'lib Sa'diyev, ikkinchi bo'lib men. Kolxoz pullarini talon-taroj qilayotganingizni tushunmadingizmi? Menga qarang.
Qahraton sovuqda bo'shalang qolsangiz, yaxshi quloq uchun 2 barobar haq to'lamasmidingiz? U holda men o'z pulimdan to'lagaman. Ha, o'zingiz uchun. Biz esa ko'pchilik uchun qildik. Kolxozning bunga haqqi bor, ko'pchilik manfaati yuzasidan. Nima? Kolxoz davlat ichidagi davlatmi? Yoki qonunlarimiz ko'pchilik manfaatiga zid demoqchimisiz? Endi shu yerga kelganda qonunga uncha to'g'ri keltira olmadik. Qadamimiz mos tushmay qoldi. Qadami mos tushmagan soldatni nima qiladilar? Bilasanmi? Bilaman. Ashulani boshqa qilishadi. Eshityapsizmi, o'rtoq rais? Eshityapsizlarmi? Ashulani boshqa qilisharmish. Yo'q. Ashulani boshqa qilmaymiz. Guvoh Qo'ldosh, o'tiring. Shu masala yuzasidan guvoh Salmonovani taklif qilishingizni so'rayman. Guvoh Salmonova chaqiriladi. Marhamat. Ismingiz, kasbingiz? Salmonova Qadriya. Mash'al kolxozining agronomiman. O'tgan yilga qadar 12 yil davomida pravleniyada sekretar bo'lib ishlaganman. Aytingchi, santeniga jihozlarni sotib olish masalasini muhokama qilishda qatnashganmisiz? Ha. Bu masala qanday hal qilingan edi? Kimning tashabbusi bilan? Vaziyat shunday ediki, tashabbusga o'rin qolmagandi. Ko'pchilik bo'lib fikrlashganmiz. Masalan, kimlar? Qo'ldoshev, men va boshqalar. Yaxshi. Shu masala yuzasidan kolxoz pravleniyasining majlisining qarorini o'qib berishga ruxsat eting. O'qing. Kolxoz raisi Sa'diyevni turar joy, bolalar bog'chasi va issiqxonalar uchun santeniga jihozlarni sotib olish haqidagi ma'ruzasi tinglangach, qaror qilindi. Sa'diyevni qurilish boshqarmasi taklif qilgan shart-sharoitlar asosida santeniga jihozlarni sotib olish haqidagi taklifi ma'qullansin. Qarorni siz yozganmisiz? Ha. Nega unda pravleniya a'zolarining fikrlari aks ettirilmagan? Pravleniyada juda ko'p masalalar ko'riladi. Biz tafsilotlarni yozib o'tirmaymiz. Demak, eng muhimi Sa'diyevni taklifi edi. Shundaymi? Meni boshqa savolim yo'q. Nima uchun? Nima uchun bizga santexnika jihozlarini sotgan qurilish boshqarmasining boshliqlari javobgarlikka tortilmaydi? Nima uchun? Axir bizni qiyin ahvolda qolganimizdan foydalangan, mukofot olganlar o'shalar-ku. Buni hozirgi ishimizga hech qanday aloqasi yo'q. Siz boshqa bir kolxoz uchun mo'ljallangan noyob jihozlarni aslida pora berib olgansiz. Ehtimol o'sha kolxozda ham bolalar bog'chasi qurilayotgandir. Ehtimol ular ham muhtojdir-u, pora berish imkonlari yo'qdir. Guvoh Salmonova. Demak, puldorlar yutib ketaverar ekan. Guvoh Salmonova, o'tiring. Guvoh Alloyorova chaqiriladi. Qanu. Men hech narsa ko'rmayapman. Salom Salmon opa. Marhamat. Ismingiz, kasbingiz? Olloyor va Sovban. Kolxozda kim bo'lib ishlaysiz? Ferma mudiri. Bolaligimdan beri ferma mudiriman. Aybdorni qachondan buyon taniysiz? Aybdor. Bir qishloqda katta bo'lganmiz. Ish yuzasidan rais bo'lgandan beri 57-yildan buyon bilaman. Sa'diyev qanday qilib rais bo'ldi? Bizga gapirib bering-chi. O'sha yili ko'klamda Murodgarayevich qishlog'imizga qaytib keldi. Ilgari obkomda ishlardi. U bilan ancha vaqtdan beri ko'rishmay qo'ygandik. U bizlarni unutib o'rgan, tug'ilib o'sgan qishlog'ini yoqtirmay qo'ygan deb o'ylardik. Yo'q, gap boshqa yoqda ekan.
yoz bo'ldi deguncha kasalmand xotinini davolatgan olib ketar ekan. U kelgan kuni mana shundoq to'planishib hasratlashdik. Kimni tilga olmaylik, har kimni o'z dardi, kulfati, hech kimni ishga hafsalasi qolmagan. Ko'plar shaharga ketib qolgan. 30-40 ta odam qolib mana shu kolxozga mahkam tarmashib uni buni eplashtirib yurardi. Ilgari qanday yaxshi edi-ya. Ko'cha to'la yoshlar, oqshomlari ashulla, o'yin. Endi-chi, ashulla qayoqda deysiz? Kechirasiz, bu gaplarni biz ko'rayotgan ishga nima daxli bor? Siz o'z savolingizga javob talab qilasizmi? Ha, talab qilaman. Marhamat. Sobon opa, bizga gapirib bering. Sa'diyev qanday qilib rais bo'ldi? Rahmat singlim. Gapiraman. Hammasini gapiraman. O'shanda Murodjon boshini changallab qoldi. Agar odamlar ashulla aytmay qo'yishgan bo'lsa, bu yaxshilik nishonasi emas dedi u. Urushdan ilgari uning otasi rais edi. Kolxozni ham o'sha tashkil qilgan. Moskva ostonasida halok bo'ldi, Xudo rahmat qilsin. O'shandan so'ng urushdan keyingi davr ichida rosa 12 ta rais kelib ketdi. Murod kelgan kezlari ham raisimiz yo'q. Bosh berk ko'chaga kirib qolgandik. Chetdan kelganni yoqtirishmaydi, o'zimizda esa munosib odam yo'q. Shunda bitta qariya Muroddan so'rab qoldi. Bordi-yu o'zingni rais qilib saylasak-chi dedi. Qo'ysalaring-chi. Qayerda ishlashni yaxshi bilasizlar-ku dedim. Odamlar jim bo'lib qolishdi. Murod bo'lsa miyig'da kulib, agar saylasalaring yo'q deyishga haddim sig'armidi deydi. O'shanda meni bobam 13-chi bo'lishi xosiyati yo'q deganda hamma kulgan edi. Ha, shunday bo'lgandi. Xo'sh, shunday qilib umumiy majlis chaqirdik-ku, ovozga qo'ydik. Bir ovozdan saylandi. 5-6 kundan keyin xotini bilan qizini yetaklab butunlay ko'chib keldi. Ayolini ko'rdik-ku. Voy Xudoyim-ey. Og'zimiz ochilib qopti. Biram kelishgan. Sochlari qop-qora. Yuzlari nimpushti. Ko'zlarida baxt, mehr, dard. Ular urushda topishib uylanishgan ekan. Kelin boyaqish jangda yaralanibdi, endilikda bitta o'pkab bilan yashab yurgan ekan. Kechirasiz. O'lib ketdi boyaqish. Kolxozga kelgandan keyin 3 yil deganda. Ko'z o'ngimizda shamday so'nib borardi. Lekin har oqsham erini kutgani dalaga chiqardi. Uni ko'rishi bilan gulday yashnab ko'zlari charaqlab ketardi. O'limini kutardi-yu, lekin hayotni baxti bebaxti deb ikkiga bo'lmasdi. Bilardiki, dardi quvonch doim qorishiq. Sa'diyev o'shanda ishni nimadan boshlagan edi? Ikkinchi kuni u bilan xo'jaliklarni aylandik. 20-30 soatimiz, 40 ta sigirimiz, bitta zotli buqamiz bor edi, bitta kommunist, ya'ni men. U bilan ketyapman-u. Nuqol o'ylayman. Ishni nimadan boshlar ekan? 300 ming so'm qarzimiz bor, 300 ming so'm. Yem xashak paqqos tegagan. Sigirlar oyoqda tura olmaydi. Shunda Murod qo'llari bilan boshini mahkam changallab, "Sovban, bosh yorilib ketyapti-ku" dedi. Ahmoqsan dedim unga qarab ichimda. Shunday martabadan kechib 12 ta rais hech nima qila olmagan, 12 ta, tag'in ularni raykom o'zi tavsiya etgan. Shunday aylanib, yurib, haligi zotli buqa yonida to'xtadik. "Sovban, kolxozimizda boshqa buqa yo'qmi?" dedi Murod. Yo'q, hammasi shunga qarab qolgan dedim. Bo'lmasam ishni mana shundan boshlaymiz. Bir qochirishga 100 so'm. Qo'ysangchi, hamisha bepul edi-ku dedim. Aytganimni qiling dedi. Jim bo'lib qoldim. Xo'sh, shunga ham pul to'lashdimi? To'lamay qayoqqa borishadi? Agar qochirishmasa, sut ham yo'q, buzoq ham yo'q. Odamlar biroz o'ylanishib boshlarini qashib turishdi-yu, sigirlarni yetaklab kelishaverdi. Men bo'lsam haligi shalola atrofida girdi kapalayman.
Shalolajon deyman rag'batlantirib. Ishini bajaradi 100 so'm marhamat. Shundan Murod shofyorni chaqirib shaharga jo'natadi. Mana pul, yarmiga benzin, yarmiga yem xashak ol deydi. Mana shunday qilib sigirlarni qishdan asrab qo'yganmiz. Mana ishni nimadan boshlagandim Murod? Kechirasiz. Aytingchi. Qora dengizga turistik sayohat qanday tashkil qilingan edi? Qanday bo'lardi? Bo'lim mudirlariga, brigada boshliqlariga eng yaxshi zahmatkashlarni saylanglar deb buyruq berildi. Og'ir yillarda kolxozni suyab qolgan zahmatkashlar saylandi. Borish kelishuv putyovkalar bepul. Siz yana ularni maoshlarini ham saqlab qolishga qaror qildingiz. Ha, putyovka taklif qilganimizda ko'plar unamadi-da. Unamadi? Unamadi. Bolajonlarim, men uzoq yil mehnatim davomida ko'p narsani ko'rdim. O'z ko'zlarim bilangina emas, o'zgalar ko'zi bilan ko'rishni o'rgandim. Safarga asosan xotin xalaj otlanish kerak edi. Hammasining bola chaqasi bor, birda 5 ta, birda 7 ta. Xudoga shukr bolajonimiz. Yana pravleniya majlis chaqirdik. Ancha bosh qotirganimizdan keyin bir to'xtamga keldik. Safar kunlariga ish haqi to'lash kerak, rag'batlantirish tariqasida. Chunki Bu kimning taklifi edi? bu taklifni ma'qul ko'rdik, demak. Marhamat qilib javob bering. Bu kimning taklifi edi? Biz hammamiz birgalikda hal qildik. Sog'bon. Esidan chiqib qoldi, axir bu Sa'diyevning taklifi edi. U hech qachon bir narsani qat'iy talab qilmasdi. Maslahat tarzida so'rardi. Bordi-yu mana bunday qilsaychi, ehtimol mana bunday qilganimiz ma'quldir. Sizlar esa xuddi qo'ydek itoatkorona ergashaverardingiz. Aytingchi, Sog'bon og'a. Sayohatga o'zingiz ham borganmisiz? Ha. Meni ham nomzodim ko'rsatdilar. Maoshlarni saqlab qolish haqidagi qaror jinoyat ekanini tushunarmidingiz? Yana bir kishiga emas, butun bir guruh sayohatchilarga. Qanaqasi? Jinoyat. Guvoh Olloyorova. O'tiring. Guvoh Xorisova chaqiriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tuzukmisiz? Marhamat. Ismingiz, kasbingiz? Xorisova. Nojiya. Traktorchiman. Bir guruh kolxozchilar bilan birga Qora dengiz sayohatiga borganmisiz? Ha, borganman. Sayohat kunlari uchun ish haqi olganmisiz? Ha, olganman. Buni qanday rasmiylashtirgansizlar? Odatdagicha tabel tuzilgan. Tabelda nima deb yozilgan? Shudgor deb. Qora dengiz bo'yidagi plyajni shudgor qilgan bular. Aytingchi. Xorisova. Tabelni kim tasdiqlagan? Esimda yo'q. Salmonova. Siz ham eslolmaysizmi? Nega endi esimda? Правление qaroriga binoan buxgalter va Sa'diyev qo'l qo'yishgan. Sayohat masalasida ham правление majlisining qarorini siz yozganmisiz? Правление a'zolaridan birortasi maoshni saqlanishga qarshi gapirganmi? Ha. 3 kishi gapirgan. Ulardan biri shu yerda. Da'vogarimiz. Ular nima deyishgan? Sa'diyev kolxozda kamida 10 yil ishlagan eng yaxshi kishilarni taklif qilganda ular bunga qarshi chiqishgan. Sayohatga necha kishi bordi? 40 kishi. Hammasi ham maosh oldimi? Albatta. Sa'diyev ham bordimi sayohatga? Ha. Uni ham saylagandilar. O'zingizchi? Meni ham saylagandilar. Siz ham sayohatga borganingiz uchun maosh olgansiz.
va buni qonuniy deb hisoblaysiz. Shundaymi? Stolingizdagi papkada ekspertning xulosasi bor. Bilamiz. Ekspertning xulosasida правление kolxozchilarning umumiy majlisda tasdiqlangan smeta doirasida bu masalani hal etishga haqlidir deb yozilgan. Ikkinchi ekspertning xulosasini o'qib beraman. Kolxoz pravleniyasining safar ishtirokchilariga ish haqi to'lash haqidagi qarori qonunga xilofdir. Qalbaki tabel tuzilganligi esa kolxoz pullarini o'zlashtirilganini yashirishga urinishdan dalolat beradi. Qora dengiz sayohati raisni ongli ravishda belgilagan tadbir edi. Bu qaltis va lekin o'zini oqlaydigan zarur bir tadbir edi. Endilikda gap kolxozchilarni ularni o'tgan yillardagi og'ir mehnatlari, muhtojliklari evaziga bir yaxshilik qilish. Jindek bo'lsa ham ularning ko'ngillarini ko'tarish haqida ketyapti. Menga qarang. Ular kolxozga xo'jayin ekanliklarini his qilishlari zarur edi. Mumkinmi? O'rtoq rais, mumkinmi? Marhamat. O'zini oqlaydigan qaltis tadbir dedingiz. Ha, qaltis. Aytaylik, zavod direktori 7000 so'm davlat pulini sarflab 7000 so'm o'z ishchi va xizmatchilarini bepul putyovka bilan hamda maoshini saqlagan holda kurortlarga olib bora oladimi? Xo'sh. Davlat hisobiga boyvachchalik bu, o'rtoq rais. 7000. O'sha yili kolxozimiz qo'shni xo'jaliklarga qaraganda 15 marta ortiq. Ya'ni 5 million sof daromad olgandi. Guvoh Salmonova. Boylik hech kimga, hech qachon qonunni buzish uchun huquq bermaydi. O'tiringlar. Guvoh Vyugin chaqiriladi. Ko'rinishing yomon emas. Qilgilikni qildingmi? Endi dadil bo'l. Salom. Marhamat. Ismingiz, kasbingiz? Nazar Vyugin. Qora dengiz flotining sobiq matrosi. Endilikda Mash'al kolxozining konserva sexining mudiri. Sudga aytingchi. Kolxozda konserva sexi qanday tashkil etilgan? Frontdan qo'ltiq tayoq bilan qaytib, kolxozda pojarnik bo'lib ishlay boshladim. Ravshanki bu men uchun bob ish emas. Keyin qulupga mudir bo'ldim. Talant esa menda yo'q. Bosh juda qotdi. Etik do'zlik ham qilib ko'rdim. Bu albatta ko'ngildagi ish emas. Nima qilish kerak? Boshni biron joyga suqish kerakmi? Bu yoqda bola chaqa. Tomorqaga zo'r berdim. Bu ishim ham yurishmadi. Ko'ngil g'ash, ochig'i dardimni shishaga aytadigan bo'lib qoldim. Hatto Guvoh Vyugin, mumkin bo'lsa qisqaroq gapiring. shunday eplagancha tirikchilik qilib yurdim, lekin yerdan uzoqlashmadim, hamon tarmashardim. 60-yilning bahorida kayf bilan boshim chatnab yotibdi-yu, birdan Sadiyev chaqirib qoldi. Kirsam o'tiribdi, partorg bilan yonda sekretar. "Ke do'stim" dedi. "Bir fikr bor" dedi. Fikr emish. Fikrni tushunadigan vaqtim o'tib ketgan dedim ichimda. So'ng ustol ortdan chiqib, u yoqqa yura boshladi. O'zi ham qiyin ahvolda edi shekilli, yelkalari bukchaygan. Nazar, ahvol chatoq. Yer oz, almashib ekish buzilgan, chorvoni zoti past. 2 yildan beri harakat qilamiz, siljish yo'q. Ay, bundan qanday qutulish kerak? Men qayerdan bilaman? Boshim g'ovlab zo'rg'a o'tiribman. Keyin esimda, otang o'rmonchi edi. Dadang bilan sen bodring tuzlashda ustasi parang edilaring, to'g'rimi dedi.
Haqiqatan ham qishloq muallimi marhum dadamga bir kitob sovg'a qilgan edi. O'sha kitobda hozir unutilib ketgan eng yaxshi Bodring novlari haqida o'qib qoldik. O'sha novlarni ko'paytirdik o'zimizni tomorqada. Hatto maktab o'quvchilari tajriba darsi ham o'tkazadi. Mumkin bo'lsa qisqaroq gapiring. Bu gapni daromadi. Shundan keyin Sa'diyev senga xotinlar brigadasini beramiz. O'zimiz rezavar, sabzavot yetkazib, o'zimiz konserva qilamiz dedi. Men qotib qoldim. Shuni eplashimga iymoning komilmi? Rais desam, ha dedi. Axir gunohga botib ketganman. Keyin xotinlarni menga ishonib bo'lmaydi desam, nazar. O'qib yurgan vaqtimizda ichimizda eng esli o'quvchi sen eding. Bir qarash var. Bir kucham og'aydi dedi. Quvganimdan butun badanimni ter bosib ketdi. Axir bu men qidirib topolmay yurgan gap bu dedim. Shunday qilib ish asta yurishib ketdi. Yozda dalada biz, qishda konservada. Qayoqdan kuch, qayoqdan hafsalar paydo bo'ldi bilmayman. Xotinlarimni aytmaysizmi? Xotinlarimni bularga nima kerak? Jinda xushomad qilib mehr ko'rsatsangiz, ochilib, sochilib ketishadi. 4 yil deganda seximiz shunday tiklandiki, zavod bir yoqda tursin, shaharga har kuni yuk mashinasiga yuklangan konservalar do'konlarga qatnay boshladi. Men xotinlarimga bo'shashmanglar, muvaffaqiyatdan bo'shashmanglar. Hali yurishni davom etamiz derdim. Mumkinmi? Marhamat. Aytingchi, Vyugin. Sex uchun xomashyoni qayoqdan olardinglar? O'zimizdan, kolxozlardan ham. Qanday qilib? Sotib olardik. Nimani? Qo'shni kolxozlardan nima? Bu pomidori, u karam, bodring, buni sotishi bo'lsa, o'zimiz eplardik. 4 yil deganda yuzlab joydan do'kon ochdik. Xaridor turman. Menga qarang. Kolxozni faqat o'z mahsulotini qayta ishlashga haqqi bor. Bu qoidadan xabardormisiz o'zi? Xo'sh. Nima xo'sh? Xabardor bo'lsam nima bo'ldi? Qonunni ko'ra bila turib buzgansiz. Davlat savdosi va potreb kooperatsiya monopoliyasidagi mahsulotni ishlab chiqargansiz. O'zingizda yetishtirish o'rniga boshqa kolxozlardan sotib olgansiz. Aslini surishtirganda kolxoz o'ziga tegishli bo'lmagan daromaddan foydalanib kelgan. Boshqalar yetishtirgan-u, daromadning qaymog'ini siz suzib olgansiz. Demak, sizningcha endi biz mutaham bo'lmizda. Shundaymi? Boshqa savolim yo'q. Nima uchun? Nima uchun biz boshqa kolxozlardan sotib olardik, ha? Xo'sh, Murod, nima uchun? Buni nega so'ramaysiz? Voh, Vyugin. Qizishmang va sudni so'roqqa tutmang. Agar ishga xalaqit berayotgan bo'lsam, uzr, kechirasizlar. Lekin gapiraman, gapirmasdan qo'ymayman. O'tiring. 3 yil chaqirim yo'l. O'tiring, qizishmang. O'tiring. Uzr, yo'lda mashina buzilib qoldi. Marhamat, o'tiring Davud Usmonovich. Guvoh Zokirov chaqiriladi. Marhamat, ismingiz, kasbingiz? Vali Zokirov, injener mexanikman. Aytingchi, kolxoz partkomining sekretarligiga qachon saylangan edingiz? 60-yil. O'zingiz ketdingizmi? Yo'q, bo'shatishdi. Sa'diyev partiya safidan o'chirilgan kuni. Nima uchun? U o'sha ishlarni qilganda men ham chetda turmaganman. Demak, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga daxli bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarganda uni siz ham qo'llab-quvvatlagansiz. Men kolxoz uchun begona chetdan kelgan odamman. Bu safxozga meni Sa'diyev taklif etgan. O'z vaqtida u otamning taqdirini hal qilganida. Yordamchi korxonalar sizni davringizda ochilganmidi? Ha, men kelgan yili kolxozchilar arqon yeshib to'r ham to'qiydigan bo'lishdi. Kechirasiz. Nimadan? Sa'diyev Boltiq portida saqlanayotgan eski arqonlar omborlarini surishtirib keldi. Keyin kimlarnidir o'sha arqonlarni kolxozga sotishga ko'ndirdi.
Kolxoz eski arqonlarni so'kib, ishga yaroqli tolalardan sport to'garaklari uchun yangi ingichka arqonlar to'qiydigan bo'ldi. Qolgan qutganidan qurilishda ishlatiladigan noyob isitgichlar tayyorlanardi. Siz bu ishlarga qanday qarardingiz? Avvaliga men qarshilik ko'rsatdim. Shunda Sa'diyev kolxoz qariyalarini to'plab, "Xo'sh, qadimda bobolarimiz nima bilan shug'ullangan?" deb so'radi. Go'sht yog' yetishtirishgan, qishda arqon eshib, yog'ochdan idish, tavo yasashardi deydi. Doni kam ekishgan ekan. Nimaga deganda yerri xosiyati shunday. Pichanzorlar mo'l, o'tloqlar bo'liq bo'lgan. Shundan keyin Sa'diyev menga hamma kuchni go'sht va sut yetishtirishga qaratamiz deb tayinladi. Bu paytlarda ham hozirgidek do'konlarda mol go'shti kamchil edi. Tez orada chorva tuyog'ini ko'paytirib molxonalar quradigan bo'ldik. Mablag' esa yo'q. Ana shuning uchun yordamchi xo'jaliklar ochib, pul topishga qaror qildik. Bu masalada men avvaliga ikkilanib yurdim. Shunday qilishga haqqimiz bormi, yo'qmi? Sa'diyev bo'lsa yeng shimarib ishga kirishgan edi. Maoshga ham pulimiz yetmayapti, qarzimiz ko'p, pul kerak derdi nuqul. Tavakkal javobini o'zimiz beramiz. Butun mas'uliyatni dadil o'z zimmangga olsang, qonun mana shu derdi. Men bo'ysunishga majbur bo'ldim, keyin E'tiroz bildirishga haddim sig'madi deng. Kolxozni moliyaviy hisobotidan ikkitagina raqam keltiraman. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishga sarflangan 1 so'm kolxozga 40 teng foyda keltirsa, yordamchi korxonalarga sarflangan 1 so'm pul yonida 4 so'mni yig'ilib qaytib keladi. Asosiy ishlab chiqarish samaradorligini 10 marta oshirilganda ham bu qadar foyda olib bo'lmaydi. Shunday bo'lgandan keyin kolxoz deb jon koyitishning nima keragi bor? Shuni aytingga. Non o'rniga arqon yesak bo'lmaydimi? Bilishimcha Sa'diyev buning uchun ayblanayotgani yo'q. Biroq hamma illat mana shundan boshlangan edi. Kechirasiz o'rtoq sudya, meni boshim og'riyapti. Ruxsat etsangiz chiqib dori ichay. Iltimos, sud zaldan tashqariga chiqmang. Marhamat, Davud Usmonovich. To'la ismi sharfingizni va xizmat vazifangizni aytsangiz. Boyimov Davud Usmonovich, raykom sekretari. Sud hay'ati aybdorni va uning raislik faoliyatini ta'riflab berishingizni iltimos qiladi. Aybdorni ko'pdan buyon taniysizmi? Kolxoz raisi sifatida 6 yildan beri bilaman. Ishimni dastlabki vaqtlarida Sa'diyev bilan munosabatimiz yaxshi edi. Bu odatdagicha ishlab yurar, xushyor edi. Gapirganda raqam bilan ish ko'rar. Mana unisi foyda keltiradi, mana unisi esa ozroq deb qo'shib qo'yguvchi edi. Aytish kerakki, ishdagi yutuq nuqsonlarning sabablaridan biri doimiydir, u hamma joyda bor. Bu ham bo'lsa rahbar xodim. Sa'diyev odamlarni rag'batlantira bilardi. Bundagi bu fazilat tez orada teskarisiga ishlay boshladi. O'ziga ishonch ortdi. Modomiki tadbirkor ekanman, har bir ishni qilaversam ham bo'ladi degan ishonch. Biz murakkab vaziyatga tushib qoldik. To'g'ri, kolxozlarda yordamchi korxonalarni rivojlantirishga rasman ijozat bor. Bu qo'shimcha daromad keltiradi. Lekin Sa'diyevda bu korxonalar asosiy ishlab chiqarishni o'rnini egallab oldi. Bu esa kolxozlar ahvolini tengsizligini kuchaytirdi. Qo'shni xo'jaliklarda ham kolxozchilar tuppa-tuzuk mehnat qilishardi, lekin kam maosh olishardi. Pul suvday oqib keladigan hunarxonalari bo'lmasa, Sa'diyev millionlab foyda ko'rmasa, o'z kolxozchilarning maoshini saqlagan holda oromgohlarga olib bora olarmidi? Xo'jalikda ish uslubi shu tarzda buzilib borayotgan bir vaqtda biz bunga befarq qarab tura olmadik. Sa'diyevni ogohlantirdik, bunga hatto jazo ham berdik. Lekin Sa'diyev o'z yo'ldan qaytmadi. Keyingi vaqtda hech kimga itoat qilmay qo'ydi. Hech kim bilan hisoblashmaydi. Lekin o'z odamlari orasida esa o'ta ko'ngilchan. Hattoki birorta bir sut sog'uvchiga saxiylik ko'rsatib kolxoz hisobidan butun boshli sigirni ham sovg'a qilib yuboraverardi. Ana shunday yo'l bilan odamlar orasida obro' orttirdi. To'g'ri, ish bor joyda xato bor, har kim ham adashishi mumkin, lekin vijdon qiynog'i ham bo'lishi kerak-da. Sa'diyevda esa bu yo'q. Xo'jalikda katta kamomat ochilgandan keyin Sa'diyev partiya safidan o'chirildi. Qisqa qilib aytganda mana shu. Marhamat qilib ayting-chi.
Sa'diyev davrida kolxozning rayondagi mavqei qanaqa edi? Boshqalarga nisbatan ancha durust edi. Bu iqtisodiy jihatdan ko'p narsa erishdi. Ammo iqtisodiy yutuqning ma'naviy, insoniy mezonini aniqlamay turib, uning mohiyatini, shuningdek Sa'diyevning mansabparastlik mashmashalarini tushunish qiyin. Men hurmat degan tushunchaga ta'rif bermoqchi emasman, yo'q. Lekin bu tushunchaga yana shunday bir haqiqat kiradiki, inson o'z huzur halovatini boshqalarning zaifligi, ashaddiy korchalonlik, o'ta foyda ketdan qush evaziga qurmasligi kerak. Biz Sa'diyevni ko'p qilmishlarini kechirdik. Buni boyvachchaliklarni shunchaki bir nuqson deb o'ylar edik. Ammo ijtimoiy mulk qandaydir bir guruhning shaxsiy boyligiga aylanib, qanday yo'l bilan bo'lmasin foyda orttirish talabi kolxozchining ongiga singdirila boshlagandan keyin biz bunga befarq qarab tura olmadik. Chunki bunday siyosat talon-taroj, yulg'ishlik psixologiyasini yaratadi. Butun dunyo yonib kulib bo'lsa ham, meni huzur halovatim buzilmasa bas. Farovonlik esa buni niqobi. Sa'diyevlar bu niqobsiz yashay olmaydi. Boshqa savollar bormi? Menda yo'q. Aybdor. Sizdachi? Yo'q. Rahmat, Davud Usmonovich. O'tiring. Sud hay'ati 10 minutga tanaffus e'lon qiladi. Bo'layapti o'zi. Nimalar bo'layapti? Eplolmaydiganga o'xshaymiz Sobirova. Eplolmaymiz. Shtobdagina 100 grammgina bo'lsaydi-ya. Qo'ysa-chi. Murat aka, ipodromni yopib qo'yishdi. Sportchi otlarimizni sotib yuborishdi. Nazar. Chexlarga yaxshi yo'rg'ali otlar kerak ekan. O'shalarga sotishdi. Bizni bo'lsa turgan bitgani zarar emish. Xullas bo'shashmanglar. Hali shunday gaplar chiqishi mumkinki, qaro terga botasan. Guvohlar so'roq qilinib bo'lindi.
Sud hay'ati aybdorni so'roq qila boshlaydi. O'rtoq rais, Xo'sh, biz hali hamma gapni gapirib bo'lganimizcha yo'q. kechirasiz. Ish yuzasidan gapirish uchun sizga imkon berilgandi-ku. Siz faqat o'zingizga kerakli gaplarnigina so'rab oldingiz xolos. Hammasi ochiq oydin. Endi bizni keragimiz yo'q, ha? 300 chaqirim yo'l bosib bekorga kim bizni? Rayon sudda ham bizni gapirtirishmagan. Savolga javob berasan vassalom. Respublika Oliy sudi ish qayta ko'rilganda guvohlarning dalillariga ko'proq e'tibor qilinsin deb ko'rsatma bermaganmidi? Sizni sudga aytadigan biron yangi gapingiz bormi? Albatta bor. Menga yana so'z berishingizni iltimos qilaman. Sizni fikringiz? Albatta. Sizni fikringiz? Men qarshiman. Gapiring. O'tiringlar. Men bu yerda Sa'diyevni kolxozda bo'lib o'tgan butun hayoti haqida gapirib bermoqchi edim. Lekin buni gapira olmayman. Imkoniyatim yo'q. Ha. U har qanday masalani tez hal qilardi. Favqulodda tadbirlar ko'rish odati bor edi. Lekin buning uchun uni qoralaydiganlarning ko'pi o'zi bilan birga ishlaydigan, o'zi rahbarlik qiladigan odamlarni yaxshi bilishmaydi. Sa'diyev esa har birimizni yaxshi tushunar. Kim nima kasal, kim kimni aldadi, kim mehr oqibatli, kim ichi qora, hammasini besh qo'ldek bilardi. Bu yerda sigirni ham sovg'a qilib yubordi deyishdi. U sigirni ana Xolidaga bergan. Chunki bu ayol butun hayotini kolxozga bag'ishladi. Yoshlik yillarini, butun hayotini sigir tagida cho'kkalab o'tirib o'tkazdi. Yana yolg'iz o'zi 4 ta bolani boqib katta qildi. Uni meni ham ko'ribdi. Qismat shu edi sho'rlikni. Agarda u 2 ta sigir so'raganda ham Sa'diyev yo'q demasdi. Hech kim bilan hisoblashmay qo'ydi deyishdi bu yerda. 20 yil davomida bizni ahmoqona xudbinligimizni ko'rib ichidan kuyinganida, hammani ko'z o'ngida o'z ishlarini shafqatsiz qoralaganida, har bir qariyani o'limini o'z musibati deb bilib, ho'ngrab yig'laganida, o'rtanganida, iviganida, u bilan kim hisoblashganida? Kim? Bu hayot, bu ezgulik evaziga uni partiyadan o'chirib, ishdan bo'shatganlarmi? Yo'q, bizga olib 3 yil qamoqqa hukm qilganlarmi? Axir nega bunchalik beshafqatsizlar? Minnatdorlik hissi yo'qmi sizlarda? Yo'q, kimni qoralayapti o'zi? Axir tushunsangchi Qadriya, Sa'diyevni yig'lagani yoki quvongani uchun sud qilayotganimiz yo'q. Bor haqiqat shundaki, biz uni Bor haqiqat shundaki, meni o'lganim yaxshi edi. Haqiqat mana shunda. Kechirasan Qadriya. Seni bu masalada xolis guvohlik berishing qiyin. Nima uchun? O'zingga ma'lum. O'ynasheding demoqchisiz. Iltimos. O'zingga ayon. Iltimos, masalani mohiyatidan chetga chiqmang. Men masalani mohiyatini gapirmoqchiman. Gapiring.
Murod Garayevich. Men yozgi imtihonlarni topshirib, oxirgi kursga ko'chganimda biz haqimizda har xil mish-mishlar tarqagandi, esingizdami? Men bunga beparvo. Hech narsadan qo'rqmagandim. Go'yo bir mo'jiza yuz beradigandek edi. Men ishondim. Kutdim. Bir haftadan keyin esa siz menga Qadriya, bunday qilamiz. Sirtdan o'qish yaramaydi, oxirgi kursni shaharda tugatasan dedingiz. Keyin Savban opa bilan birga meni shaharga olib borib, institutga joylashtirdingiz. Vokzalda esa xayrlashib turib, yana shunday dedingiz. Qadriya, O'tay rahmatli meni eng yaqin do'stim edi. Men buni hech qachon unuta olmayman dedingiz. O'shanda ko'z o'ngim qorong'ilashib ketdi. Turgan joyimda turib qolaverdim. Murod Garayevich, men u vaqtlarda tajribasiz edim. Meni ehtiyot qilayotganingizni tushunmasdim. Biz faqat baxtsizlikni birga tatigan odamimiz haqidagina ko'p so'zlay olamiz. Mayli aytaylik, u aybdordir. Lekin men hayotda o'z o'rnimni faqat shu kishi tufayligina topdim. Shu kishi bor ekan, hayotda qoqinmasligimga amin edim. U meni faqat bo'lib o'tgan ishlargina emas, bo'ladigan ishlar haqida ham o'ylashni o'rgatdi. Mayli aytaylik, balki men xolis guvoh emas ekanman. Lekin ro'parangizda u bilan birga 20 yil yashagan, 20 yil mashaqqat chekkan odamlar, kolxozchilar o'tirishibdi. Ularni aytadigan gaplari yo'q ekan. O'rtoq rais. Xo'sh. Bu yerda prokuror Qora dengiz sayohatiga borish jinoyat ekanini bilarmidingiz deb so'radi. Shunga javob beray. Gapiring. Menga qara dedi bir kun Murod safar oldidan. Sen odamlaringga yaxshiroq razm solyapsanmi? Ha, nima qilib? Ishlashyapti dedim. Haqiqatan ham biz yerdan ham, chorvodan ham boshqa kolxozlarga qaraganda ancha ko'p daromad olardik. Biz o'zimizning oziq yerlarimizga jonimizni bermasdik xolos. Bir qarich qo'ymay parvarish qilardik. Faqat 20 gektarcha qum shag'al bosgan tashlandiq yer qolgandi. Giyoh ham unmas u yerda. Hatto o'sha yerga teplitsa o'rnatib, tuproq tashib kelib, gul o'tqazdik. Har 1 metrdan 45 so'mdan daromad olardik. Gul deganning 1000 xili bor desam lof emas. To'g'ri. Ishlashyapti-ku-ya. Ishlaganda ham ertalab turishi bilan dala, molxona, chang, go'ng, charchab horib uxlash, Xudoni bergan kunish ahvol. Tirikchilikni bu tariqatida insonni ko'zdan qochirib qo'ymayapmizmi dedi. Men o'shanda bu gaplarning ma'nosiga tushunmadim. Jahlim chiqdi. Nishabni qayoqqa olyapsan? Nima demoqchisan dedi. Kechirasiz, men Keyin Nazar bilan ikkalasi bizni Sevastopolga olib borganlarida o'zlari jang qilgan, qon to'kkan Odessani, Kerchni ziyorat qildirganlarida tushundim o'sha gapning ma'nosini. Birodarlik qabristonlarida xotin xalaj g'uj bo'lib ko'z yoshi olganimizda tushundim o'sha gapning ma'nosini. Ko'plarimiz
urushda erini yo'qotgan beva xotinlardek. Dengizda suzib, turli odamlarni, tonggi shafaqlarni tomosha qilganimizda, yoshlik yillarimiz qanday tez o'tib ketganini ham o'shanda tushundim. Xotinlarimizning ko'ngli ravshan tortib, durqin chiroylari ochilib ketdi. Biz tinmay dardlashardik. Gapimiz tugamasdi. Ha, biz boshqalardek oftobda qizinish yoki go'sht tashlash uchun emas, faqat dil yozish uchun, dard va garddan arish uchun borgandik. Biz chehralarimiz gulday yashnab, gulday ochilib ketdik. Biz tinmay dardlashardik. Dardimiz tugamasdi. Uyda esa betinim qora ter, turmush haqida o'y surishga vaqt yetmasdi axir. Biz dunyoga xuddi yangi tug'ilganday yashnab qaytdik. Safarimiz haqida nima desangiz deng. Men uni sira unutmayman. So'nggi nafasimgacha xotiramda nurday porlab turadi. Rahmat. Qulluq sizga marad beramiz. Safar vaqtidagi his tuyg'ularingizni tushunaman. Hurmat qilaman. Ammo gap boshqa yo'q, opa. Gap shundaki, bir guruh odam qalbaki hujjat bo'yicha g'ayri qonuniy ravishda maosh olgan. Axir u pul sizniki emas edi. Siz uni nopok yo'l bilan olgansiz. O'rtoqlar, nega bu haqda hech kim o'ylab ko'rmagan? Men mana shu kolxozda 20 yildan beri traktorchi bo'lib ishlayman. 17 yoshimda rulga o'tirganim bo'yicha hali tushganim yo'q. Garchi kuch-quvvatim ham endi ilgarida emas. O'shanda biz uni Qora dengizni umrimizda birinchi marta ko'rishimiz edi. Men avval angrayib qoldim. O'rganilmaganda 20 yildan beri o'tpizga olganim yo'q. Erim urushdan invalid bo'lib qaytdi. 5 ta bolani boqish, kiyintirish kerak. Ishlamay qayerga bora olaman? Keyin invalid sho'li ham o'lib ketdi. O'tpizga bilan dam olish kunini bizga kim qo'yibdi? Ha, mana bu yerda aytildiki, zavod direktori o'z ishchisini maoshini saqlagan holda sayohatga olib bora oladimi deb so'rashdi. Xo'sh, unda menga ayting-chi. O'sha zavod direktori o'z ishchisini 20 yil o'tpizkasiz surunkasiga ishga hayday oladimi? Yaqinda menga buxgalter aytadiki, agar mana shu hamma dam olish kunlarim-u o'tpizkalarimni jamlab menga pulini to'laydigan bo'lsa, men 5 yil ishlamay maosh olib o'tishim mumkin ekan. Mana ahvol qanaqa? Siz bo'lsa menga berilgan o'sha sho'ring qurgul 120 so'm pulni ushlab olib, yo'q, biz o'rta prokuror o'ylaganidek past odamlar emasmiz. Ha, yo'lg'icha emasmiz. Lekin qo'rqoq deb ham o'ylamang. Kolxozchi bizning nomimiz. Kolxoz esa bu hayot. Har qalay bizlar uchun shunday. O'ylaymanki sizlar uchun ham. Ha, yana bir gap aytildi. Ko'ngilchalik qilgan deyishdi. Ko'ngilchanimish-a? Sifatsiz ishni ko'rsa bormi, otasini ham ayamasdi, siquvga olib ezib tashlardi.
Nima biz yosh bola ekanmizmi bu sodda anoyi? O'rtoq rais mumkinmi? Marhamat. Men bir hujjatni o'qib eshittirsam-u, keyin bir savol bersam. Kolxoz bosh buxgalterining bergan guvohligi. Hozir o'zi kasal. Men Qora dengiz sayohatiga boruvchilarning maoshini saqlab qolishga qarshi edim. Lekin Sa'diyev meni qattiq siquvga olib, sen kolxozimizda yangi odamsan. Hamma vaziyatni bilmaysan dedi. Men vaziyat hamma joyda bir xil. Qonunni buzishimga majbur qilmang dedim. Lekin u baribir ko'nmadi. Qattiq iskanjaga olganidan keyin ikkinchi bo'lib imzo chekishga majbur bo'ldim. Aybimni tan olib tavba qildim. Tergovga yordam berishga tayyorman. Mana hozir bu yerda Xorisov ham iqror bo'ldi. Agar Sa'diyev siquvga olsa, ezib tashlardi. Menga qara, balki sen sudga aytib berarsan, seni qanday qilib urmay qilganini aytib berarsan. Qarab ayt. Ursa seni nima ishing bor? Nima ishing bor? O'rtoq rais. Vaqt qo'ldosh. Sizga savol tushdimi? Marhamat qilib javob bering. Aytavering. Gapir. Bo'lgan gapni aytavering. Hammasini gapir. O'sha paytlarda men prorab bo'lib ishlardim. Ishchilarni bola chaqa bu yordamlashib yubor degan gapiga erib ketib, qilingan ishni jindakkina oshirib yozgandim. Boplab rasmiylashtirganman. Kovlashtirsa ham topilmasdi. Keyin ertasi kun dalada ketyapsam, ro'paramdan Sa'diyev chiqib qoldi. Qo'sh qayoqqa qarab ketyapsan? Chapgami yoki to'g'rigami deb qoldi. To'g'riga deb jilmaganini bilaman. Tars etib tushib qoldi quloq chekkamga. O nariga uchib tushimman. Yotimman burnimdan qora qon kelib, boshimni ko'tara olmayman. Keyin tepamga Sa'diyev kelib o'tirdi. Oy Galvars, men seni onangni qonidan tortib olganman. Dalada tug'ilgansan, urush boshlanishidan 2 hafta oldin marhum otang bilan pichani o'rayotgandik. Men seni mana shu qo'llarim bilan chinqirtirib qishloqqa ko'tarib olib borganman. Keyin o'qitdik, odam qildik, kolxozdan stipendiya to'lab. Endi sen menga choq qazyapsanmi? Boshqalar qazigani yetar. Endi sen qoldingmi? Oy Galvars, hech bo'lmasa marhum otang hurmati. Gapiryapti-yu. Qarasam, rangi do'kadek oqarib ketgan, lablari qaltiraydi. Keyin yugurib quruvchilar oldiga bordim. Qo'y pulni ustolga mutahamlar, yo'qol hamaydi baqirib yuborganini o'zim ham bilmay qoldim. Ana shundan keyin yarim yilgacha bo'ynimni tomir tortishib yuradigan bo'lib qoldi. Zo'rg'a o'simga keldim. Shunaqangi ishlar ham bo'lgan deng. Hamma gap shunda-da. Yaqinda Marksning bir gapini o'qib qoldim. Hamma narsani o'zing sinab bil degan. Menda Zokirovga savol bor. Marhamat. Aytingchi, kolxoz partkomining sekretari bo'lganingizda yoshingiz nechida edi? 22 da. Undan oldin qayerda? Undan oldin Temirajev akademiyasini bitirganman. Hozir o'sha kolxozning o'zida injener mexaniksiz, shundaymi? Hozircha ha. Eshitishimcha, dissertatsiya ham yozgan ekansiz. Nima haqida, mavzuyingiz qanaqa? Traktorlarning yonilg'i apparatini takomillashtirish haqida, xullas motor. Himoya ham qilganmisiz? Himoyaga endi tavsiya qilishdi. Kim tavsiya qildi? Temirajev akademiyasining ilmiy kengashi. Rahmat sizga. Hali Sa'diyev haqida gapirganingizda otamning taqdirini hal qildi dedingiz. Qaysi ma'noda? Iltimos mumkin bo'lsa. Bir 1952-yili meni dadam MTS siyosiy bo'limining boshlig'i edi. Bir kun ikkinchi sekretar bilan rayonga ketishayotgan ekan. Yo'lda gapdan gap chiqdi-yu, dadam agar Lenin tirik bo'lganida ishlarimiz hozirgidan yaxshiroq bo'lardi debdi. Ikkinchi sekretari indamabdi, ammo rayonga yetib borganlarida hammasini oqizmay, tomizmay birinchi sekretarga yetkazibdi. Büro chaqiradilar. Dadamni partiyadan o'chiradilar. Ishdan oladilar. Ishni yuqori organlarga oshiradilar. Qolgan gapni ancha keyin shaxsan o'zim obkomda surishtirib bildim.
Binobarin ishonsanglar bo'ladi. Ishni hozir qora kursida o'tirgan, u mahal obkom instruktori bo'lgan Sa'diyevga topshirishgan ekan. Sa'diyev materiallar bilan tanishib chiqibdi-yu, bo'lim mudirining oldiga kirib, bu yerda hech qanday jinoyat yo'q-ku debdi. Mudir hangimang bo'lib qoldi. Kattagina deb aytamiz. Aytamiz-da debdi Sa'diyev. Aytishsa obkom sekretari ham xayr. Bu birinchiga ham shunday deysizlarmi debdi u. Sa'diyev ham avvaliga ikkilanib qoldi, lekin endi orqaga qaytib bo'lmaydi deb to'g'ri birinchining oldiga kirdi. Birinchi sekretar indamay quloq soldi-yu, keyin so'rab qoldi. Xo'sh aytchi, nimaga endi sen Lenin davrida ishlarimiz o'rtoq Stalin davridagidan yaxshiroq edi deb so'raysan? Axir o'rtoq sekretar debdi Sa'diyev, Leninday ustoz davrida hamma narsa boshqacharoq bo'ladi-da. Keyin u dadamga o'tadi. Bu siyosiy bo'lim boshlig'i aftidan vijdonli kommunist bo'lsa kerak. Ular yo'lda ikkov bo'lgan guvohlar yo'q, hamma gapi tuhmat deb da'vo qilishi ham mumkin. U holda suhbatdoshi ta'zirini yegan bo'lardi debdi. Gap shu yerga kelganida birinchi sekretar hammani kabinetdan chiqarib yubordi. Dadamni chaqirdilar, qo'liga part biletni berib ish joyiga tiklaydilar. Ammo bilasizki, hamma ish butunlay chappasiga ketishi hech gap emas. U holda Sa'diyev bugun qatorimizda o'tirmagan bo'lardi. Mumkinmi? Men eslatib qo'yishim kerak. Sudda eski xizmatlar emas, madhu sano emas, balki haq-huquq. Faqat haq-huquq hisobga olinadi. Shuning uchun gap amaliy munosabatlar borasidagi qing'ir-qiyshiq tomonlar haqida. Haq to'la siyosatdagi o'zboshimchaliklar, aniqrog'i qonunni buzish faktlari to'g'risida ketyapti. Fakt deganingiz, o'rtoq prokuror, bu masalani faqat bir tomoni. Faktni hayotdan ajratgan holda, shaxsning o'z hayotidan ajratgan holda tushunib bo'lmaydi axir. Men aytib bergan voqea siz aytgan madhu sanodan ko'ra jiddiyroq emasmi? Bu voqea har qanday vaziyatdan mutaylik qilmasdan ham tirik chiqsa bo'ladi degani emasmi? Mana masalan, o'zimizda 60-yillar turgan bitgani ziyondan iborat reforma mashmashalariga qarshi kim chiqoldi? Kerak bo'lsa bo'lmasa makajvoriyek, otlarni yo'qot, shaxsiy mollarni yo'qot. Xo'sh, kim yo'qdi oldi o'shanda? Kim? Mana birdan bir odam shu kishi yo'qdi-da, jur'at qildi. Meni Sa'diyevni taqdiri uchun qo'rqib sochim tikka bo'lar. Keling yig'ishtiraylik shu yordamchi xo'jaliklarni derdi. Axir shu xo'jaliklar uchun uni ishdan olishmoqchi edi. Men tushundimki, Nimani tushundingiz? u meni bitta savol bilan o'tkazib qo'ydi o'shanda. Xo'sh dedi. Urushda dushmanni nima bilan yengdik? Faqat qurol bilanmi? Yo'q dedi. Bizni o'tkir xotiramiz bor edi. Esga olsak olgudek, e'zozlasak e'zozlagudek narsalarimiz bor edi. Nima uchun ba'zi dehqonlar yerni tashlab ketyapti? Chunki biz ularning xotirasiga gard yuqtirib qo'ydik dedi. Ana shu dardchi xotirani davolash, yangilash kerak. Buning uchun vaqt, mablag' zarur bo'ladi. Mo'jiza kutma, mo'jiza bo'lmaydi dedi. Jur'atni o'zi kifoya qilmas ekan. Uning yoniga bezovtalik, fidoyilik ham kerak bo'lar ekan. Sa'diyev endi ishdan olishmoqchi bo'lishganida, xayriyatki markaziy komitetda plenumi bo'lib qoldi. 65-yil. O'sha plenumda shaxsiy tashabbusni rag'batlantirish, boshqarishning tejamlik usullarini qo'llash, yer qadriga yetish kabi masalalar ko'tarildi. Axir bularning hammasi Sa'diyev qilayotgan ishning o'zginasi edi-ku. Zokirov, odamni meni tushunishimcha, shu bugungi yurish-turishiga qarab baholash kerak. Birovni bugungi ahvolini, uni o'tmishdagi ishlari bilan suyab, unga tirgovich qo'ya boshlasang, hamma kulgili chiqadi. Kishining o'tmishi uning bugungi ishlari bilangina qadr-qimmat topadi. Albatta. O'rta rais, xuddi men aytganday, guvohlarni qayta so'roq qilish ishimizga hech qanday yangilik qo'shmadi. Biz bir joyda loy tepib qoldik. Shuning uchun men bu munozarani to'xtatishni talab qilaman. Men ham talab qilaman o'rtoq rais. Men ham. 2 yil surinkasiga quroqchilik bo'ldi. Esingizdadir. Ana o'shanda prokuror aytganday, qarib, g'oyaviy, qo'poruvchi deb atagan konserva sig'imiz yoki yordamchi korxonalarimiz bo'lmasa bormi? Biz butun mollarimizni so'yib,
kolxozchilar kolxozni tashlab ketib, ikki qo'limizni burnimizga tiqqancha qolaverardi. 2 yil qurg'oqchilik yili odamlarimiz maosh olib turdi. Chunki biz 10 yil ichida quradigan narsalarni qurib, kerakli narsalarni g'amlab, kolxozchining o'z kuchi bilan kolxozning manfaatini ko'zlab ish qildik. Bordi boshqa kolxozlardek mollarimizni so'yib, odamlar kolxozni tashlab ketganda qarab turgisi yaxshi bo'larmidi? Butun kuchimiz bilan narsalarni qurdik, boshqa qildik. Xo'sh, bordi-yu, dalalarimiz qovjilab ketdi deb davlatdan yordam so'raganimizda, tadbirli va e'tiborli narsa qilmaganimizda nima bo'lardi? Yo'q. Siz aytganchalik bo'lmas edi, o'rtoq prokuror. Uchlovoy kolxozimizda seminar bo'ldi. Ittifoqchi respublikaning kolxoz savxoz rahbarlari to'plandi, olimlar bilan birga. Mana ular bizning ko'p tirajli gazetamizda nimalarni yozishgan. O'rta rais, sizni e'tibor chetga tortilyapti. O'rta rais. 1 minut vaqtingizni olaman. Faqat qisqaroq bo'lsin. Xalq xo'jaligi yutuqlar ko'rgazmasining iqtisodiy pavilyonining direktori. Pavilyon juda katta qiyinchiliklar bilan vujudga keldi. Umidini uzib qo'ygan ba'zi odamlar qishloq xo'jaligida iqtisodiy yutuqlar to'g'risida material topib bo'larmikin deb jar solishdi. Mash'al singari kolxozlar bo'lmasa, bizning pavilyon ham bo'lmas edi. Belorussiyadan kolxoz raisi, sotsialistik mehnat qahramoni. Men kelayotganimda bu kolxoz bilan musobaqalashish yaxshi bo'lardi deb o'ylagan edim. Endi ko'rib turibmanki, bular bilan bellashish qiyin. O'rtoq Sa'diyev mehnat qahramoni unvoniga munosib deb o'ylayman. Bo'ldi, yetadi. Yana bitta fakt. Marhamat qilib aytingchi, Yogin, bu gaplar qayerda bosilgan? Kolxozimizning ko'p tirajli gazetasida. Sa'diyev rais bo'lgan kolxozning gazetasi. Xuddi shunday. Yana bitta fakt. 60-yili bizga 4 ta komsomol yo'llanmasi bilan yoshlar keldi. Sa'diyev miting to'pladi. O'rtoqlar dedi bu. Biz bularni guldastalar bilan qarshi olamiz. Chunki bular birinchi qaldirg'och. Bordi-yu bir necha yildan keyin shundaylar kelsa, yoki o'zimizdan ketganlar qaytib kelganda bo'lsa, biz ularni qabul qila olmaymiz. Chunki ilojimiz bo'lmaydi dedi. Hammamiz kulib yubordik. Haqiqatan ham bir necha yil o'tgandan keyin yuzlab yoshlar yopirilib kela boshladi. Biz kolxoz pravleniyasining eshigiga kolxoz ichki kuchiga muhtoj emas deb e'lon yopishtirib qo'ydik. Xuddi shunday. Hozircha bunaqa kolxoz bizda bitta-yu bitta. Juda to'g'ri. Ruxsat eting. Marhamat. Men o'z fikrimni o'tkazmoqchi emasman. Lekin aytish kerakki, sudda his tuyg'uga berilib ish ko'rish masalani mohiyatini ochib bera olmaydi. Sa'diyevning ishi yana shuning uchun ham chigalki, buni rag'batlantiruvchilari ko'p. Ular hamma narsaga chetdan, yuzaklik bilan qarab raisni maqtab berganlar. Puldor bo'lsang kuchli bo'lasan. Lekin bunday kuch hamma vaqt ham odamni yaxshilikka olib keladimi? Shu topda bir tuppa tuzli yozuvchini iqrori yodimga tushdi. U keyingi vaqtlarda nut so'zlash bilan pul topa boshlaydi. Natijada gapga ustib ketadi-yu, lekin yozishga kelganda esa to'g'ri u ham foyda keltirgan, lekin kitob qani. Asar yo'q, ishim joyida deb yuravergan, natijada iste'dod so'ngan. Yo'l yo'lakay qilinadigan daromad kolxozchilarga zarar keltiradi. Dehqonni yerdan ajratib bo'lmaydi. Dehqon mehnati yerga bog'liqligi bilangina o'zini oqlaydi. Guvohlar nimani isbot qilishmoqchi? Nimani? Kolxozimiz boydi deyishyapti. Lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor. Biz Sa'diyevga aytdik. Kolxozing boy, baquvvat. Mayli ilg'or bo'lganing uchun uni nimalar hisobiga bo'lganini unutib turaylik. Lekin sening qo'shlaringga qarash. Yordam ber. Shundagina boyligini ma'nosi tushunarli bo'ladi dedik. Qayoqda deysiz? Yaqiniga yo'latmadi. Ilg'or bo'lishni istasa o'zlari tadbirkorlik ko'rsatsin, tutganini qo'ymasin deydi. Buni nazarida haqiqatning manbai kuch. Bunday falsafaga erishgan odam ma'naviyatdan mahrum bo'ladi. Ishining g'oyaviy asosi mort. Menda Zakirga savol bor. Marhamat. Aytingchi, Sa'diyevni partiya safidan o'chirganlarda siz qanday fikrda edingiz? Kolxoz partkomda bir paytlar Sa'diyevni qutqarib qolish mumkinday bo'lib tuyulgan edi. Masalani faqat bir ovoz hal qildi. Raykom byurosida uni partiya safidan o'chirilishiga qarshi 2 kishi ovoz berdi. Rayon komsomol komitetining sekretari va bir savxoz direktori. Ammo ular rostchilik edi. O'smanish.
O'zingiz uni qo'llar edingiz-ku. Maslahatlashar edingiz o'z vaqtida. Keyin nega o'zgardingiz? Oramizda nizo bo'lgan emas. Shaxsan bu menga Yomonlik qilgan emas. xayr mayli siz aytgancha bo'lsin. Sa'diyev rayonimizni ko'p marta qiyin ahvoldan qutqazgan. Masalan, o'sha qurg'oqchilik yillari. Boshqa xo'jaliklarda mol so'yish boshlanganida Sa'diyev qo'shni kolxozlardan 1000 boshdan ortiq molni sotib oldi. To'g'ri. Uning uchun qurg'oqchilik yo'q edi-deng. Ha. Undan oldingi yil hosil mo'l bo'lgandi. Somon juda ham ko'p. Boshqa xo'jaliklar shudgorga xalaqit beradi deb dalada qolib ketgan somon g'aramlarga o't qo'yib yuborishdi. Sa'diyev bo'lsa yondirgani yo'q. Garchi yana 1 yillik yem xashak zapasi bo'lsa ham. Ana shu zapasu va somon g'aramlari chorvani qutqarib qoldi. 5 yillikning so'nggi yili edi. Shu qadar ko'p go'sht yetishtirdikki, men raqamlar ham keltirishim mumkin. Rayonimiz 1-o'ringa chiqdi. Go'sht topshirish bo'yicha. Davud Usmonovichga o'sha yili Lenin ordeni berishdi. Bir kolxoz raisi esa qahramonlik unvonini oldi. Garchi u qayoqda, Sa'diyev qayoqda. Sa'diyev rahmatdan aytgani yo'q. Axir o'zingizning xabaring bor edi-ku. Markaziy komiteti xodimlaridan biri yo'l-yo'lakay rayonimizga kirgani deysizmi? Xo'jaliklarni aylandik, kichikroq aktiv to'plab so'rab qoldi. Bu qanday bo'ldi o'rtoqlar? Sizda bir kolxoz go'splani ma'lumotiga qaraganda 12 yil oldinga o'tib ketib qoldi. Boshqalarchi nimaga bunday uzilish? Savolidan aytmoqchi bo'lgan fikri shundoqqina anglashilib turardi. Ishlaringizni mazasi yo'q o'rtoqlar degan. Sa'diyev va misoli bir xitob. Hayqiriq edi. U charaqlagan mayoqday butun atrofni birdan yoritib, mana ularga o'xshaganlarning xatti-harakatini ma'nosiz qilib qo'ydi. Bular esa uni payqagandan keyin Sa'diyevni qo'l-oyog'i 123 brilliant degandek. Bu esa hamon olg'a intilardi. Buni fidoilik desa bo'ladi. Ertangi kunimiz uchun o'zini fido qildi bu odam. Yana bir gap. Sa'diyev siz bilan bizdan ko'ra chaqqonroq, yaxshiroq fikr qilar. Bilimliroq ham edi. Qachon qarasangiz stolida Lenin tomlari ochiq, olimlarning kitoblari orasiga xat cho'p solingan. Bular uning quroli edi. U har qanday o'zgarishlar haqida aniq va chuqur fikrga ega edi. Kimki uning oldida faqat mansabi bilangina kelsa ahvoliga voy. Park konferensiyalarda uni chiqishini sabrsizlik bilan, ba'zilar esa xavotir bilan kutishar edi. Oqni oq derdi, qorani qora. To'g'ri so'zi Lenincha fazilat deb bilardi. Bunday odamdan yonma-yon ishlash oson emas. Qachongacha chidash mumkin? Ha, oddiy odamning odatdan tashqari harakatlari ba'zilarga xavfli bo'lib tuyuladi. Kechirasiz, tushunmadim. Sirtdan qaraganda ko'rib turibsiz. U eng oddiy odatdagi kishilarimizdan, shunchaki kolxoz raisi. Shunday bo'lgandan keyin birovlarga maslahat berishga, aql o'rgatishga, tanqid qilishga qanday haddi sig'arkan? Axir bu xavfli odam-ku. Mana oqibatda butun hayotini astardan ag'darib, xirt jovizga chiqarishdi. Leninning fazilatlaridan biri shunday ediki, u odamlarning, hatto raqiblarning ham qarshilik ko'rsata bilish qobiliyatini qadrlar edi. U raqiblarni yo'q qilishga emas, ulardan biron foydali fikr topishga urinar edi. Bizda bo'lsa, qayerga borsa ish rasvo qiladigan, mansabdan mansabga ko'chib yuruvchi, qalimdek muloyim, o'rta miyona xodimlar ko'proq qadrlanadilar. O'rta rais, men norozilik bildiraman. Men ham norozilik bildiraman o'rtoq rais. Men ham. O'rta rais, men qarshiman. Norozilik qabul qilinmaydi. Gapiring. Rahmat. Men o'shanda kasalxonadan chiqib Sa'diyevning oldiga bordim. Murod Garach, bu qanday bo'ldi? Axir rayonni birinchi o'ringa olib chiqqan bizni kolxozga mukofotni boshqalar olib ketyapti debman. Partyor dedi Sa'diyev. Bilasan-ku, men erkatoylardan emasman. Hozir esa mukofoting emas, tergov ketyapti dedi. Keyin dalada ishlayotgan kolxozchilarga qaradi. Mana mening mukofotim. Shular bilan yonma-yonman. Menga yana nima kerak dedi. Bu so'zlarni biroz hazin tovushda, biroq ishonch bilan aytdi. Murod Garach, men oldingizda gunohkorman. Agar otam tirik bo'lganida
buning uchun meni kechirmagan bo'lardi. To'g'ri betob edim, ammo uning do'stlari undan aql o'rganish uchun maslahat so'rab kelganlar. Hammamiz haqiqat qaror topadi deb ortiqcha ishonib olgan ekanmiz. U o'zgalarni himoya qilishda kuchli edi, o'ziga kelganda bo'shlik qildi. Biz esa buni o'z vaqtida payqamadik. Ammo bir ona o'z o'g'li to'g'risida shunday degan ekan. Unga jazo berganlari yaxshi bo'ldi. Endi u o'zi harakatga tushadi. Mana shu. Kechirasiz. Xolida Yusupova. Sud so'rovchi. O'rta rais, aybdor tomon sudga chaqirilmagan kishini guvohlik berishiga qarshi. O'rta rais. Men istardimki, zalda o'tirganlar kimgadir so'z bermaganimiz uchun odil hukmimizni shubha ostiga olmasalar. Bu ayol guvohlik bermoqchi ekan. Unga so'z berish kerak deb o'ylayman. Iltimos qondiriladi. Gapiring. Men ham aybdorman. Sa'diyev partiya siyosatiga qarshi jinoyatchi u deb quloqimizga quya berishgandan keyin biz ham ishonib ketamiz. Men ko'p narsaga tushunmas edim. O'tgan kuz yangi raisimiz majlisga chiqib gapirgandan keyin ko'zim ochildi. Yangi raisimizning aytishicha, kolxozimiz Sa'diyevdan keyin orqaga ketib qolmadi. Aksincha ilgarilab ketdi. Karamdan mo'l hosil oldik. Boyimov yangi raisimizni maqtab ketdi. Kolxozimiz boshqalarga ibrat emish. Shundan keyin men o'zimni tuta olmay so'z oldim. 140 gektar yerga karam ekib 100 gektar deb ko'rsatsak, bu qanaqangi mo'l hosil ekan? Snitdan narxi 30 teng bo'lsa, 25 tengdan sotayotgan bo'lsak, bu qanaqangi ibrat ekan? Murod Garayevich davrida kolxozimiz chinakam ibrat edi. Snitdan narxi 18 teng edi. Shundan keyin Boyimov meni chetga chaqirib tanbeh berdi. Biz seni raysovetga deputat qilib saylagan bo'lsa-yu, sen nimalarni bo'ysyapsan o'zi? Men ham aytdim. Qorani oq deya olmayman dedim. Vassalom. Murod Garayevichni partiya safidan o'chirganlarida men partkom a'zosi edim. A'zolarning ko'pchiligi yangi odamlar, chetdan kelgan kishilar edi. Ovozga qo'yilganda men ham qo'l ko'tardim. Mana shuni o'zi masalani hal qildi. Keyin haftalab uxlay olmay kechalari yig'lab chiqdim. Ertasiga qizim men bilan gaplashmay qo'ydi. Nima uchun axir 5 oy qamoqda? La'nat senga Yoqubov, ming la'nat. Men aybdorman. Meni kechiring. Nima deyish kerak? Aticha. Sa'diyevni partiya safidan o'chirganlarida kolxozchilar bunga qanday qaradilar? Kolxozchilar traktorlarni motorlarni yurg'izishda kolonna bo'lib shaharga borish uchun. Keyin Murod Garayevich yo'l o'rtasida turib qoldi, qo'yinglar deb jo'nab qoldi. Mana shu odam, xuddi mana shu odam 3 yil bo'ldi kolxozimizga qaytib kelganiga, podpolkovnik bo'lib. Pensiyasi katta edi, dang'illama uy qurdirdi, baland devor bilan o'rab. Keyin eshigiga qopag'an it boylatdi. Hali qishlog'imizda bunaqasi hech qachon bo'lgan emas edi. Nuqul Sa'diyevga popsa qilardi. Nega tex
kolxozchilarga mo'yna sotasan. Mo'yna degani qunduz. 7000 tasini topshiralik davlatga, 7000 tasini chet elga ketadi tilla barobariga. Lekin o'zimiz ham kiyardik-da. Xo'sh, nimaga kiymas ekanmiz? Lekin buning uchun ham Sadifda savalashardi. U bo'lsa, mening kolxozchi qizlarim o'sha ingliz malikalardan qayr ekan. Ular ham kiysin, o'z mehnatlariga quvonsin deb ishini davom ettiraverdi. U xotin qizlarga juda ham qattiq suyanar edi. Xotinlardan chiqishamagan erkak emas derdi. Birda mana bu o'sha mo'yna fermasiga tirmashib qoldi. Rayonda qo'llashdi. Chunki u yerdagi kerakli odamlarni tovonini yarashga ustada. O'rta rais, men iltimos qilaman. Kolxozdan tarafmasa qaytib kelarmiding? O'rta rais. Rayonda uni ko'ra olmaydiganlar bor edi. Kolxozning o'zida ham ana o'shalar poylashardi. Ana o'shalar mana buni qutquvchi bilan keyin o'sha mehnat qahramoni yangi rais boshchiligida birdan bosh ko'tardilar. Hech narsadan tap tortmay, har majlisda gapdonlik qilib, u bo'lsa o'ziga kelganda bo'shalik qilib shilq etib tushdi. Hatto partiyadan o'tishi bilan kolxozchilar majlisda kutmay kabinadan quvib chiqardilar. O'sha paytlar bir kun uni qabristonda ko'rishibdi. Xotinini qabrini quchoqlab yig'layotgan ekan. Rayonda kolxozni sizlar ko'targansiz deyishdi-ya. Sizningcha bu noto'g'rimi? Demak, bu yolg'iz o'zi ko'targan ekanda. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda maktab o'qituvchimiz bizga bir afsonani o'qib bergan edi. Danko degan odam haqida. Yozuvchi Maksim Gorkiy o'qigan ekan. U mana shu satrlarni takror va takror o'qirdi. Birdan uning qarshisida chekindi o'rmon. Keyin bizdan so'radi. Nimaga faqat uning qarshisida? Axir ular ko'pchilik edi-ku. O'qituvchimizning aytishicha, afsonaning butun mag'zi xuddi mana shu yerda ekan. To'g'ri. Sadif ham har xil vaziyatga tushardi. Axir u ham inson, xudo emas. Lekin bizga najoti yo'qdek tuyulgan paytda ham bizga yo'l topib berardi. Kolxoz pravleniyasi nomidan Sadiyevga ayb yuklashyapti. Sadiyev o'z manfaatini ko'zlab 9000 so'm pulni sarflab yuborganmish. Yaqubov Sadiyevning mol-mulkini qanchaga xatlagan edilaring? 973 so'm. Aladdinlik, televizor, servan, bitta gilam. Hech qanday pul jamg'arma chiqmagan. Sen bilan solishtirganda Yaqubov oddiy bir kambag'al. Kim bilan turardi? Qizi bilan. Turmushga chiqmagan qizi bor. Xullas bu shunday ishlar qildiki, hech qanday o'zini shaxsiy manfaati uchun emas. Sadi. Gapiradigan gapingiz bormi? Bor. Gapiring. İbtidai jamiyatda
Bilasizlar, oila bo'lgan emas. Lekin otalar bo'lgan. Xo'sh, ular qayerdan paydo bo'lgan? Xotin kishi to'lg'oqda dard chekib ko'z yorisha boshlaganda bitta yarimta erkak uni oldiga yotib olib, ahvoq chekib kushanib, unga madad berar ekan. Bola tug'ilgandan keyin haligi erkak unga ota hisoblanar ekan, chunki tug'ilishiga yordam berganda. Ba'zan bizda ham xuddi shunday bo'lgan. Biz xavotirga botib zahmat chekkanimizda kimdir yonimizda kushanardi. Yaxshi bola tug'ilsa, biz uni otasimiz, biz buni tashkil qildik, ko'kragiga urishardi. Ba'zan chala ham tug'iladi. Oy kuni yetmasdan. Unda haligi xabarakalar, mana otasi mana shu aybdorni bizni ko'rsatishardi. Mumkinmi? Marhamat. Marhamat qilib aytingchi, Sa'diyev. Sizlarda ba'zi bir kolxozchilar 300 so'mdan ham maosh olishgan ekan, shu to'g'rimi? Ha, olishardi. Bu qanaqasi? Mana masalan biz yuristmiz, lekin ba'zi bir o'rta ma'lumotga ega bo'lmagan kolxozchilarga qaraganda ancha kam haq olar ekanmiz. Kechirasiz. Kommunistmisiz? Albatta. Bo'lmasa bunaqangi ig'vodan iborat gaplar nima keragi bor? Nega ig'vo bo'lar ekan? Men o'qiganman. Universitetni bitirganman. O'qigan, universitet bitirgan bo'lsangiz baxtingizdan ko'ring. Lekin mana bular bunday imkoniyatga ega emas edilar. Aqli past bo'lgandan emas. Mana Qadriya vrach bo'lishni orzu qilardi. Tabiat ham shunga juda mos kelardi. O'rta maktabni ko'mish medalidan bitirdi. Lekin institutga kira olmay qoldi. Yarim ball yetmay qoldi. Alam qilgandan o'shanda o'zini bir narsa qilib qo'yishga sal qolgan edi. Menga doim aytib kelishgan, mana senga norma shundoq ortiq kolxozchiga to'lamaysan. Kolxozchi katta maosh olsa buzilib ketarmish. Yulg'iz bo'larmish. Ulug' vatan urush yillarini butun og'irligini o'z yelkasiga ko'tarib kelgan. Undan keyingi og'ir kunlarda yurtni boqqan. O'zi ochim to'qin yurib, yurtni rizq ro'zi non bilan boqqan kolxozchilar haqida bu so'z. Iqtisodchi olimlar qanday o'ylaydi bilmayman, lekin men aminman. Halol mehnat bilan topilgan pul odamni buzmaydi. Faqat vijdon sotib, mehnatsiz topilgan pulgina odamni choqqa taklaydi. Oylik masalasida tengsizlik kimningdir nozi yoki injiligida emas. Qishloq xo'jaligida jimdek tavakkalsiz ish qilib bo'lmaydi. Ehtimol siz yuristlar yomg'ir osmondan yog'adi desangiz kerak, a? Osmondan yog'masdan qayerdan yog'adi? Barakalla. Yomg'ir bulutdan tomadi. Bulut o'zi biladi. Bu yerga tomdi, bu yerga yo'q. Yo'q yerda kolxozchiga ham yo'q. Bizda esa maosh mo'tadil. O'rta rais, men norozilik bildiraman. Bu gaplarni ishimizga hech qanday aloqasi yo'q. Bildiramiz, o'rta rais. Men ham o'rta rais. O'rta rais, men qarshiman. Norozilik qabul qilinmaydi. Gapiring. Rahmat. Ha. Urushmayib qilgan menday dehqonga Xudo la'nati bir xulq ato qildi. Keragidan ortiq qaysarman. Ba'zan to'g'ri gapni lo'nda qilib bitta hamta rahbarga aytib qo'yaman-da. Keyin o'zim o'ylab, qiynalib kechalari uxlamay chiqaman. Borib hammasi o'z bo'ynimga tushadi. Meni raislik davrimda 6 ta raykom sekretari o'zgardi. Tabiiyki hammasining o'z xulqi, o'z qarashi bor. Men hammasiga moslashib ketaversam, xamilyonga aylanib ketaman-ku. Tajribada men shunga amin bo'ldimki, agar biz o'zimizni munosib o'rinda tuta bilsak, ishimiz ham vaqt yaxshi bo'ladi. Bordi Zokirov bilan men mana bu prokurorga o'xshab, kolxozchiga so'z bermay og'ziga urganda esa, hech qachon ishimiz oldiga bosmasdi.
Bizda boshqacha odat hukmron. Bizda har kim o'z dardini ochiq aytishga haqli. Ochiqlik samimiyatdan hech qachon zarar ko'rmadi. Ochiqlik, samimiyatlik, dardni oldini olish, yomondan ko'z yummaslik, o'z-o'zidan mamnun xotirjam bo'lavermaslik jamiyatimiz taraqqiyotining noqulonligi emasmi? Sa'diyev, birinchi masala yuzasidan aybingizni bo'yningizga olasizmi? Men qonunni buzganimni tan olaman. O'sha yillari kolxozimizning taqdiri santexnika bog'liq bo'lib qolgan edi. Ish surati yaxshi edi. Shu ketishda kolxozchilarga sharoit yaratmasak, uy-joy, xonmon, bog'cha yaxshi qurmasak bo'lmasdi. Qonunni buzmasak bo'lgan deb qo'l qo'shtirib o'tirganlar allaqachon derazasiga taxta qoqib shaharga ketib qolishgan. Men qonunni buzganman. Ikkinchi masala yuzasidan aybingizni tan olasizmi? Men rais bo'lgandan keyin dastlabki 3 yil kolxozchilar bir tiyin haq olishgani yo'q. O'sha yili kolxoz tashkil topdi. Kolxozning asosi 40 kishidan iborat edi. Biz o'shanda bir kun kelib hisob-kitob qilamiz deb va'da berganmiz. Undan keyin ancha yutuqqa erishdik. Men o'sha 40 odamni ko'z o'ngimda holdan toyganini, qarib cho'kib borayotganini, ko'plari safdan chiqayotganini ko'rib turardim. Ba'zilar holdan toyib ishdan chiqdi. Jimdak nafaqa bilan. Hisob-kitob qilish kerak. Va'dani bajarish kerak edi. Va'dani bajarmasang, burding ketadi. Kolxozda xo'jalik asosini buzganligingizni-chi, buni ham tan olasizmi? Qisman aybdorman. Qisman deganingiz qaysi ma'no? Siz aytgan xo'jalik asoslari buzilishi o'rtoq Boyimov davrida yuz bergan. Bu ig'vo. Biz seni ogohlantirmaganmidik? Jazolamaganmidik? Jazolaringiz popsa edi. Yordamchi xo'jalik taqiqlash haqida bironta chora ko'rmagansiz. Vaholanki qo'lingizdan kelar. Bir qulog'imizga bas qildirdingiz-u, ikkinchi qulog'imizga planni bajar, daromadni ko'paytir deb shipshirdingiz. Bu bir latifani eslatadi. Podsho davrida bir mujik portga borib yo'qolsin podsho deb baqirar ekan-da. Keyin bu to'g'rida xalqqa gapiraverar ekan. Baqirganda esa paraxodlar Xudoy bergan vaqtda to'g'rilab baqirar ekan. Ana endi o'zingiz topib olavering. Ha, himoyaga chakki emassiz. Ruxsat eting. Marhamat. Men sud hukmiga ta'sir o'tkazmoqchi emasman. Demak, bundan chiqadiki, seni hamma qilgan ishlaring qonuniy ekanu, buni yolg'iz biz tushunmayotgan ekanmiz-da. Sen shunday deb o'ylasang, qanday qilaylik? O'yla, lekin to'qima. Men nimani to'qibman? Sen Obkom institutida ishlagan davringda rayonga kelib, zotli mollarni, otlarni yo'qotishga bel bog'laganingni men to'qib chiqaribmanmi? O'shanda rahm qildi yalinganimizda, yo'q, kompaniyani mahorat bilan o'tkazamiz deb kolxozdagi bolalarni solgan men to'qib chiqaribmanmi? Shu zotli mollarni, otlarni yillar mehnat sarf qilib yetiltirilgan otlar aql. O'sha otlar bilan ota-bobolarimiz an'analarini qo'llab, bolalarimizni tarbiyalayotgan edik. Yordamchi xo'jalikka kelsak, shuni aytishim kerakki, bizda yordamchi xo'jaliklar tufayli kolxozlar yil bo'yi mehnat bilan band. Boshqa kolxozlarga o'xshab 100-150 kun ishlab qolgan kuni bekorchilikdan araq simirayotgani yo'q. Birodan qarzimiz ham yo'q. Qishlog'imiz obod, ko'chamiz asfalt. Buni ham men to'qib chiqaribman. Bizni gul o'stirganimiz uchun taqdir etdingiz. Biz bu gullarni pul uchun o'stirganimiz yo'q. Biz gulzorimizda orom olib, dardlashib, hasratlashib, unutilgan qo'shiqlarimizni eslar edik. Gul va qo'shiqni boylik deb bilgan xalq, badavlat xalq. O'z qo'shig'ini unutgan xalq esa ruhan so'ladi. Yo'qsa shuni istaysizmi? Siz endi g'azab shamshirini yalang'ochlayapsiz. G'azab shamshiri buni o'z aql idrokiga kuch yetmagan odamlargina yalang'ochlaydi. Bizni qo'shnilarga yordam bermaganimizni boyib asos qilib hamma ishimizni siyosiy xatoga chiqardi.
yordam bermaganmiz. Sotsializm prinsipi har kim o'z mehnatiga yarasha. Biz ham boshqalarnikidek qo'limiz ikkita. Biz xotirga botib zahmat chekkanimizda bizni pista chaqib tomosha qilgan qo'shnilar bilan hech kim tenglashtirmagan edi. Endi ko'kragimizni ko'tarib, farovon yashaganimizda esa fuqaroningiz ko'kka chiqdi. Kolxozchini bitta narsa bilan kamsitish mumkin. U ham bo'lsa, zaifsan deb chetdan yordam berish bilan. Biz yordam bermoqchi edik. Tajribamiz bilan. Lekin bizga targ'ib qilmang deb buyurishdi. Boyibni falsafasicha har kim jamiyat taraqqiyotiga oshiqmasdan asta-sekin kirish kerakmish. Ya'ni oldingi dilemani bosib. Axir biz bunday hissiyot bilan o'zimizdagi eng qimmatbaho narsani jamiyatga bera olmay qolamiz-ku. Bu qimmatbaho ezgu narsani masalan tugul uzatganday yoki shamchiroq uzatganday uzatmaydilar. Inson shamchiroq emas, inson yorqin alanga. Men bu sotda og'iz ochmayman deb qo'ygandim. Aytadigan gapim yo'qligidan emas. Shuning uchun jim o'tirdimki, mana bular gapirish kerak edi. Shuning uchun ham himoyadan voz kechganman. Yaxshi bo'ldi. Bular mutolik qilishmadi. Ochilib gapirishdi. Endi meni ko'nglim to'q. Himoyaga chakki emassan degan luqmangizga kelsak. Men hayotimda 3 marta o'limdan qolganman. Birinchi marta 42-yil urushda. Yosh edim. Hech narsa ko'rmagandim. Meni bu o't ichidan, dahshat ichidan bir qizcha qutqarib chiqdi. O'limdan qoldim. Keyinchalik qizcha meni eng yaqin odamim, xotinim bo'ldi. Ikkinchi marta 64-yili kolxozda yurak part berdi. Qo'l oyog'im ishlamay qoldi. Qattiq alam qildi. Endi ba'zi ishlarimiz ko'zga ko'rinib qolgandi. Shu alam ta'sir qildimi, yana o'limga chap berdim. 3-marta bundan 5 oy burun kamerada men o'zimni temir karavotga tashladim-u, vujudimni dahshat bosib kela boshladi. Men aqldan ozayotganimni sezardim. Hushdan ketdim. Ko'zimni ochsam, panjarada kun guldek tovlanyapti. Avval pushtirang, keyin ko'k. Shunda miyamga nima fikr keldi deng. Men hayotimda o'nlab ajoyib talantli raislarni ko'rganman. Shularni yarim umri, yarim sog'lig'i, yarim g'ayrati nimadir isbot qilishga, kimningdir tuhmatdan qutulishga, kim bilandir olishga sarflangan. Biz talantli odamlarni shon shuhratga, mansabga intiluvchi yutuqlar bilan baholash ko'rgan qolganmiz. Xato shunda emasmi? Lekin yutuq muvaffaqiyat doimiy bo'lavermaydi. Shuning uchun u haqiqatning mutlaq mezoni emas. Aks holda hayotimiz qashaqlashib qoladi. 40-yil partiyaga kira turib, arizamda shunday degandim. Xalqimga yuksak ideallarimiz yo'lida xizmat qilaman. Bu so'zlar men uchun hamma vaqt aziz. So'z davlat ayblovchisiga beriladi. Hayotda shunday vaziyat ham uchraydiki, qonun ancha yoqimsiz bir odam tomonidan bo'lib qoladi. Aksincha ham bo'lishi mumkin. Men hozir
Sa'diyev ayblanayotgan voqealarga yana to'xtab o'tirmayman. Boshqa gapni aytmoqchiman. Faraz qilaylikki, biz hozir Sa'diyevni oqladik deylik. Bu taqdirda ertaga xo'jalik xodimlarini qonunlarga chap berish tendensiyasi avj olib ketmasmikin? Unday tendensiyasi bor. Odamlar bizni hukmimizni dalil qilib ko'rsatishadi. Biz bu xususiy holda yutib chiqsak ham, boshqa barcha shunday hollarda yutqizamiz. Sizlarni ehtirosli gaplaringizga berilib, biz bu yo'lga kirsak yaxshi bo'larmikin? Bu yerda faktlar buzib ko'rsatildi deb bizga ta'na qila olasizmi? Ehtimol Sa'diyev qonundan bexabardir. Unday desak, u qonunni buzganligini o'zi tan oldi. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Kamomat isbotlangan, kolxozga keltirilgan zarar isbotlangan, faktlar tekshirilgan, endi jinoyat sodir bo'lmagan deb turishimiz kerakmi? Ehtimol yon bosish kerakdir. Lekin qonun hamma uchun barobar. Qonunga xilof harakatlarni oqlashga urinish bachkana ko'ngilchalikdan boshqa narsa emas va hech vaqt yaxshilik olib kelmaydi. Qonunga hurmatsizlik ko'ngilchalik bilan bartaraf qilinmaydi. Buning ustiga sudlanuvchi tavba qilayotgani yo'q. U o'z fikrida qat'iy turibdi. Sa'diyev ishlari bir muhim haqiqatni yanada ravshanlashtirdi. Odam naqadar qobiliyatli va o'zini haqligiga naqadar ishongan bo'lsa, bunday odamni qonunlarni chetlab o'tishi jamiyat uchun shu qadar katta zarar keltiradi. Sa'diyev ishlari yuridik jihatdan rayon sudidayoq to'g'ri baholangan. Jazo ham qilingan ishlarga va aybdorni shaxsini xarakterlovchi faktlarga binoan to'g'ri belgilangan. Shuning uchun men o'z fikrimda qolaman. Ilgari chiqarilgan 3 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi hukmni quvvatlayman. Sa'diyev, so'z sizga. Men o'z fikrimni aytdim. Boshqa gapim yo'q. Sud hay'ati hukm chiqarish uchun kengashga ketadi.